Sun'iy ozuqalar ona sutining o'rnini bosa oladimi? Ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy ozuqalarning ona suti bilan bir xil tarkibga ega ekanligi haqida da'volar tarqalmoqda. Hukm: manipulyatsiya. Ona suti chaqaloq uchun eng tabiiy va foydali ozuqa bo'lib, uning tarkibi chaqaloqning ehtiyojlariga moslashadi. Shuningdek, uning tarkibida immunitetni kuchaytiruvchi noyob moddalar mavjud. Emizish onaga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy formulalar ona sutiga yaqin tarkibda ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, unda ona sutining immunologik omillari mavjud emas. Bundan tashqari, sun'iy ozuqalarni tayyorlash gigiyena va xarajat jihatidan qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Xulosa: ona suti chaqaloq uchun eng yaxshi tanlov bo'lsa-da, ba'zi hollarda sun'iy oziqlanish zarur bo'lishi mumkin. Yakuniy qaror pediatr bilan maslahatlashgan holda qabul qilinishi lozim.